Hi everyone, Assalomu alaikum. Let's begin our lesson. Keling, bugungi darsimizni boshlaymiz. Today's topic is related to modal verbs. Bugungi mavzuyimiz modal fe'llar bilan bog'liq bo'ladi. Shuni eslatib o'tishim kerakki, ingliz tilida fe'llar 3 turga bo'linadi. Bular yordamchi fe'llar, asosiy fe'llar va modal fe'llar. Biz sizlar bilan yordamchi fe'llar mavzusiga oid bo'lgan to be fe'lni o'rganib chiqdik. Asosiy fe'llar esa har bir zamonda takror o'rganildi. Bugun esa sizlar bilan modal fe'llar oilasini o'rganib chiqamiz. Modal fe'llar har doim asosiy fe'llar bilan birgalikda keladi va asosiy fe'lga birozgina qo'shimcha ma'no berish uchun ishlatiladi. Keling, qanday modal fe'llar borligini ko'rib chiqamiz. Demak, modal fe'llarga can, could, may, must va needn't kabilar misol bo'la oladi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, biz har doim modal fe'llar plus asosiy fe'llar ko'rinishda ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ta'kidlab o'tganimdek, bizga modal fe'llar asosiy fe'lga qo'shimcha ma'no berish uchun kerak bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, he can play basketball. U basketbol o'ynay oladi. Demak, can modal fe'lni ishlatganimizda qila olmoq qo'shimcha ma'nosini biz fe'lga qo'shgan hisoblanamiz. E'tibor bering, modal fe'llar har bir shaxs bilan hech qanday o'zgarishsiz ishlatiladi. Ya'ni I, he, she, it yoki boshqa shaxs bo'lishidan qat'iy nazar modal fe'llarga hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi. Shu bilan birgalikda modal fe'ldan keyin kelayotgan asosiy fe'l ham o'zining birinchi shaklida, ya'ni hech qanday qo'shimchalarsiz holatida turadi. Ya'ni he can plays deyishimiz xato bo'ladi. Biz can modal fe'ldan keyin play fe'lini oddiy holatda, ya'ni hech qanday qo'shimchasiz ishlatishimiz kerak bo'ladi. Endi sizlar bilan modal fe'llar oilasining bir a'zosi bo'lgan can modal fe'li haqida gaplashamiz. Can modal fe'li qila olmoq degan ma'noni beradi, ya'ni biror bir ishni qilishda qobiliyat borligi yoki yo'qligini ifodalash uchun biz can modal fe'ldan foydalanamiz. Strukturaga e'tibor beradigan bo'lsak, agar biz darak ma'noda gap hosil qilmoqchi bo'lsak, birinchi bo'lib ega, undan keyin can modal fe'li va asosiy fe'l ishlatishimiz kerak bo'ladi. Misolga e'tibor beramiz. I can remember words easily. Men so'zlarni osonlik bilan eslab qola olaman. Demak, eslab qolmoq asosiy fe'liga can modal fe'lini qo'shganimizda qila olmoq ma'nosini ifodaladik. He can read long stories. U uzun hikoyalarni o'qiy oladi. Agar biror bir kishining biror bir narsani bajara olmasligini, ya'ni o'sha mashg'ulotni qilishda qobiliyati yo'qligini ifodalamoqchi bo'lsangiz, siz negativ strukturadan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Va ma'lumki, inkor gap hosil qilish uchun not yordamchi fe'ldan foydalanishimiz kerak bo'ladi. To'liq struktura esa subject plus can plus not plus main verb ko'rinishda bo'ladi. E'tibor bering, cannot shaklini uzun shaklda cannot ko'rinishda yoki qisqa shaklda can't ko'rinishda ishlatishimiz ham mumkin bo'ladi. Misollarga e'tibor qaratamiz. She cannot dance well or she can dance well. E'tibor bering, cannot ko'rinishda yoki can't ko'rinishda qisqartirib ishlatishimiz ham mumkin bo'ladi. We cannot go to the party or we can't go to the party. Cannot yoki can ishlatilishining ma'no jihatdan hech qanday farqi yo'q hisoblanadi. Agar can modal fe'ldan foydalanib so'roq gap hosil qilmoqchi bo'lsangiz, can modal fe'lni egadan oldinga o'tkazish usuli bilan gaplar hosil qilish to'g'ri bo'ladi. Ya'ni can plus subject plus main verb ko'rinishda gap hosil qilamiz. Can you keep silence? Or can he drive a car? Xuddi shunday ko'rinishda biz so'roq shaklli gaplar hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Can modal fe'lning ishlatilish holatlariga e'tibor qaratamiz. If you want to express present ability, you should use can. Agar siz hozirgi zamondagi qobiliyatni ifodalamoqchi bo'lsangiz, can modal fe'ldan foydalanasiz. E'tibor bering, agar o'tgan zamonda kimnidir biror bir ish harakatni bajara olganligini ifodalash uchun can modal fe'ldan emas, balki could modal fe'ldan foydalanishingiz to'g'ri bo'ladi. Misolga e'tibor qaratamiz. They can speak French. Ular fransuzcha gapira olishadi. Bu hozirgi zamondagi qobiliyatni ifodalaganligi uchun biz can modal fe'ldan foydalandik. Va biz can modal fe'ldan permission, ya'ni ruxsat so'rashda ham foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Can I go out, please? Tashqariga chiqib kelsam maylimi? Iltimos. Xuddi mana shunday kimdandir ruxsat so'ramoqchi bo'lsangiz, can modal fe'ldan foydalanib gaplar hosil qilishingiz to'g'ri bo'ladi. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Endi siz can modal fe'ldan foydalanib o'zingizning qobiliyatingizni inglizchada ifodalashingiz mumkin bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.